demak, birinchidan aytishim kerak, men Qamchibek Tashiyevni oldida qarzdorman. Qamchibek Tashiyevda esa qilich bilan kesib, yonib, hamma joyda yoqib yuboradi, lekin shunday odamlar ham kerak. Qirg'izistonda bugun mafiya, ko'cha banditlari, ko'cha avtoritetlari katta xolasini iniga kirib ketdi. Qamchibek Tashiyev shunaqa oriyatli odam. Lekin Qamchibek Tashiyevda nima yo'q? Mulozamat, diplomatiya yo'q. Qamchibek Tashiyev ko'ngliga kelganini aytadi, qilich bilan shartta kesadi. Nimani? Chunki qirg'iz xalqi bu xalq bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu xalq isyonkor, lekin adolat va diyonat yo'lida hech narsadan qaytmaydigan juda jasoratli xalq ekanligini Qirg'izistonning barcha revolyutsiyalari, inqiloblari ko'rsatib turibdi. Bu xalq hech narsadan qaytmaydigan, qo'rqmaydigan xalq. Tashiyevning rahbarlik davridagi faoliyatini ko'rib, Telegram kanallari va ijtimoiy tarmoqlarning minglab o'zbek foydalanuvchilari bizga ham shunaqa bir rahbar kerak, bizda ham shunday odam bo'lsa edi degan fikrlarni yozishardi. Bu shubhasiz siyosiy emas, bir o'sha ruhiy bir reaksiya edi. O'zbekistonda so'nggi yillarda adolatli, qat'iy va xalq uchun gapiradigan rahbar obrazi jamiyat ongida yanada qadrli bo'lib bordi. Tashiyev ko'pchilik o'zbeklar uchun shunday timsolga aylangan edi. Uning xalq oldidagi chiqishlari, turli soha rahbarlarini o'sha tikka turgizib qo'yib, so'roqqa tutishlari, korrupsiyaga qarshi tutgan pozitsiyasi va milliy g'ururni himoya qilishga urinishlari o'zbekistonliklarda havas va ishonch uyg'otgan edi. O'zbekistonliklarning bunday ehtiromi ortida qo'shni davlat boshqaruvidagi adolatga havas qilish yotardi. Korrupsiya, tanish-bilishchilik va ikkiyuzlamachilik kuchaygan O'zbekistonda yashayotgan odamlar amaldorlarni ochiq efirda so'roq-savol qilayotgan qirg'iz mulozimi Tashiyevga mehr bilan qarashadi. Unga uzoq umr tilashadi. Chunki o'zbekistonliklarning ovozlari, murojaatlari har kuni byurokratik devorlarga urilib chil-chil sinar. Ularning haqiqatini davlat mulozimi eshitmas edi. Haqqini talab qilsa haqorat eshitardi, kaltak yerdi yoki qamoqqa ketardi. Eng ayanchlisi esa shundaki, bunday chirigan muhit adolatga bo'lgan ishonchni parchalaydi. Shuning uchun o'zbekistonliklar qirg'iz mulozimi Qamchibekka umid bog'laydi. Bu bugungi o'zbekistonliklar ko'rayotgan kundalik voqeliklar. Shu sababli ular boshqa davlatda adolat uchun kurashayotgan mulozimni ko'rsa, unda o'z orzusini topgandek bo'lishadi. Bu holatni psixologlar proyeksiya deyishar ekan, ya'ni odam o'zida yetishmayotgan narsani boshqada ko'rishi. Tashiyev haqidagi muhokamalarda ikki hissiyot qorishib ketgan. Shuning uchun ham Qirg'izistondagi Tashiyev haqidagi bahslarni o'zbekistonliklar o'zinikidek qabul qilishadi. Chunki media reallik shunday ishlaydi. Chegaralar bor, lekin ular informatsiya uchun emas. O'zbek jamiyatini Tashiyevning ishga olinishiga bo'lgan bu reaksiyasi Qirg'iziston haqida emas, balki O'zbekiston haqida. Bu xalqning ichidan chiqqan, biz adolat istaymiz, biz haqiqatni aytganini ta'qib qiladigan emas, uni tinglaydigan tizimni xohlaymiz degan bir ovoz. Qirg'izistondagi o'ta ta'sirli kuchli mulozim Tashiyevning ishdan olinishi bu albatta siyosiy voqea. Bu holat O'zbekistondagi jamoaviy ruhiyatni ko'rsatdi. Odamlar adolatsizlikdan charchagan va yo'qolgan adolatni boshqa makondan qidira boshlaganini ko'rsatdi. Tashiyevning muhokamasi holva bo'lib qoladigan voqea hali oldinda. Inson keskinligi, o'sha korrupsiya bilan kurashish borasidagi ishlarini ko'pincha bizni O'zbekistonda ham ko'zimizga tushardi. Uni o'zini tutishi, shiddati, keskinligi ko'rinib turibdi. Endi Qamchibek degan ismni o'zi balkim shu yoshligidan ota-onasini o'zi miyasiga, ongiga quyganmikan yoki avlodi shunaqamikan, lekin juda ham to'g'ri keladi. Siz aytdingiz-ku, Qamchibek qamcha aylantirib turdi degan gapingiz. Endi bu albatta bu meni tasavvurim, lekin baribir to'g'ri kelyapti-da.